好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师谢吉拉阿斯盖。那么上一节课我们所学的内容是阿里木去购物。Алдыңғы саатта біздің үйренгеніміз алымнан кейін мүше нәрсе керек сетевелеші。那么上一节课学的是阿里木去买什么呀？他买了一个衬衫。那么老师今天穿的也是衬衫。bugün meniki kiyginim mu也是aşağı。那么上一节课我们的目标biz nishanda nimalarni o'rgandik？我们上节课的目标就是服饰类，对吧？mushu kiyim-kechaklarning turi, oyoqlarni o'rgandik degandek。那么在今天我们上新课之前bugungi yangi darsga kirishdan burun o'xshash mushu oldingi soatgi mazmunlarni bir takror qilib o'tsak, ya'ni oldingi qitimliq nishonni。那么首先是服饰，avval mushu kiyim-kechaklar。那我们把书呢一起翻开，然后看一下裙子、裙子、短裙、短裙、衬衫、衬衫、T 恤、T 恤、风衣、风衣、毛衣、毛衣、外套、外套、牛仔裤、牛仔裤、西装、西装、马甲、马甲、长裤、长裤、短裤、短裤、运动衣、运动衣。好，那么接下来我们来看一下这个鞋子啊。Endi oyoqning turlariga bir qarab o'tsak，皮鞋、皮鞋、运动鞋、运动鞋、凉鞋、凉鞋、高跟鞋、高跟鞋、平底鞋、平底鞋、布鞋、布鞋、靴子、靴子、棉鞋、棉鞋。好，下面是箱包，松格兰、书包、书包、手提包、手提包、行李箱、行李箱、钱包、钱包、挎包、挎包、公文包、公文包。好，那么这些呢是我们上一节课所学的这个目标。Алдыңғы қытым біз үйренген мұшы нишанла。Оныңдан башқа яным барды мұшы рәң варды шынағы。那么这个颜色我们一共学了8种颜色，有红色 қызыл、黄色 серік、白色 ақ、绿色 yeşil、蓝色 көк、黑色 қара、紫色 сосын рәң、棕色 қоңыр рәң。好，那我们一起来啊。中华人民共和国国旗是红色的，中华人民共和国国旗是红色的。向日葵是黄色的，向日葵是黄色的。棉花是白色的，棉花是白色的。草坪是绿色的，草坪是绿色的。天是蓝色的，天是蓝色的。煤炭是黑色的，煤炭是黑色的。桑葚是紫色的，桑葚是紫色的。茶叶是棕色的，
茶叶是棕色的。好，那么最后我们还学了一下这个尺码 razmninki mushu ifodalashi shunaqa. 那么birsiga numur, yana birsiga mushu belgilar orqali masalan eng kichik bo'lsa XS, andan keyin kichik bo'lsa S, o'rta bo'lsa M, andan keyin cho'ng bo'lsa L, andan keyin uningdan cho'ng bo'lsa XL, andan keyin 2XL, 2X, 3X deb turib desak bo'ladi. Bag'ansiri ustiga qarab cho'nglab mangdi. Oyog'ninki mushu razmisiga kelsak, uni nomer orqali ifodalaymiz. 比如说36号的鞋子44号的鞋子 deb desak bo'ladi. 那么这些呢都是我们上一节课所学过的内容. Bularning hammasi biz oldingi soat o'rgangan mazmunlar. Endi bugun我们来看一下我们的第二部分. Endi biz mushu ikkinchi bo'limga bir qarab o'tsak, ikkinchi bo'limda o'xshasha mushu tekstga, ya'ni mazmunga kirishdan burun biz mushu oldingi qitim biz o'rganib bo'lgan so'zliklarni yana bir o'tkazib olsak, 我们再过一下. Hamsi başladık. 桃子，桃子，公斤，公斤，田，田，缸，缸，货，货，新鲜，新鲜，尝尝，尝尝。西红柿，西红柿，称，称，西瓜，西瓜，麻烦，麻烦，套，套，袋子，袋子。好，那这些呢是我们上一节课所学的生词。那现在我们来看一下我们的课文。一样，在这个课文之前，我们先看一下我们的这个小视频。Avval mushu tekstga kirishdan burun o'zimizniki nemisi mushu kichik bir filmimizni bir ko'rib olsak, unda bo'lsa diqqatimiz ekranda bo'lsin. 请问桃子1公斤多少钱？1公斤10块钱。甜吗？不甜不要钱，今天刚进的货，都是新鲜的，您可以尝尝。西红柿怎么卖的？3块钱1公斤。要1公斤桃子和1公斤西红柿，再称一个西瓜，可以便宜点吗？西瓜1公斤1块，这是4公斤，加桃子和西红柿一共17块，您给15块吧。谢谢，麻烦您再套个袋子。好的。好，那我们刚才已经看了这个视频了，是吧？那么hozir biz mushu filmni ko'rib o'tdik. Endi mushu tekstning mazmunini yana bir tafsili bir o'tkazib olsak, 我们来看一下。首先，故事场景，那就是说这个事情发生在什么地方，你qandaq bir oq ko'rinish ostida yuz beryotidi. 阿里木来到水果蔬菜店. Olim nega keldi? Mushu sayko'ktot meva-cheva sotadigan do'konga kelibdi. 他打算买一些水果和蔬菜. 那么u打算da buni o'rganib bo'ldik, qilmoqchi, moqchi deb. 那么nima sotmoqchi ekan desak, meva-chevalar bilan sayko'ktot. Meva-chevani nima dedik? 水果, 水果. Sayko'ktot degani 蔬菜, 蔬菜 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa, 那我们来看一下。请问桃子1公斤多少钱？请问桃子1公斤多少钱？那么so'rab baxsam, mushu 1 kilo 桃子 degani nima? Shopdul. 1 kilo shopdul qancha pul? 好，1公斤10块钱。1 kilosi qancha ekan? 10 qo'y, 10 qo'y. 甜吗？甜吗？ tatliqmi? chuchmalmi desak nima deymiz? Suanmi? Qartaqmi desak kuvmi? Yana qaysi? Tuzliqmi desak shenmi? Aniki ochiqmi desak lami? 5 xil ta'ma o'rganib bo'ldik. 那么再往下，不甜不要钱。tatliq bo'lmasa sizning pulingizni olmayman. 那么
这个不甜不要钱deganimiz nima desak, ko'pinchisi mushu savdogarlar o'zininki narsasiningki yaxshi ekanligini, masalan mushu meva-chevalar bo'lgan bo'lsa, o'zininki mevalarininki tatliq ekanligini, nima o'ziga qattiq ishonch qila oladiganligini qarshi tarafga, ya'ni mushu setib olg'ichiga bildirish uchun ko'pinchisi shundaq deb qo'ydi va bu ten bu yao chen deb. Nima bu yerda rasmiy mushu unda xusu mushu tatliq emasini berib men bekor yeychu degan gap emas. Bu faqat o'zininki mushu qo'lidagi mollariga ishonganligini bildirdi va 今天刚进的货，刚deganimiz amdalan. Bugun amdala texi kirgizgan mallar. 货 deganimiz nima? Mal, mal. 然后都是新鲜的，那hammasi qandaq yangi, hammasi yangi. 您可以尝尝，尝尝 titib beqish. 那么 titib baqsangiz bo'ladi debdi. Ha, unda bo'lsa, aslida alimu 又说什么呢？ 西红柿怎么卖的？ Aldıda biz mushu bahasını so'rash degan vaqtimizda我们已经学过了是吧? Qandaq-qandaqlarni o'rgandik. Eng ko'p ishlatadigan 3 xil so'rash bor. Birisi 多少钱? Yani birisi 怎么卖的? Yani birisi 是价格是多少? 价格是多少? 那么 men yerda ustida 多少钱 deb so'radi. Men ikkinchisi, ya'ni sho'xlig'i kelgan vaqtida 怎么卖的? 那就是说 turmushimizda har xil ariyanzi qilib ishlasak bo'ldi. Cho'qim 多少钱 deb deyishimizdinki hojat yo'q. Ba'zanlar 多少钱 deydi, yana ba'zanlar 怎么卖的 deydi. Shuning uchun pul so'rash deb turib hammasini bir yerga qo'ydik. Nima bizning qiladiganimiz birsini o'rganish emas, hammasini esimizda ching tutish. 然后我们再继续往下看，西红柿怎么卖的？西红柿呢，3块钱1公斤debdi. 1 kilosi 3 qo'ya. Hozir men yerda ikki xil ifodalash usuli chiqdi, qarab baqsaq, ustiga 1公斤10块钱, 1 kilosi 10 qo'y. 1 公斤ni oldiga oldi, pul sommasini keyiniga oldi. Nima men yerga qarsak 3块钱1公斤, 3 qo'y 1 kilosi deb. Pul sommasini oldiga oldi, kiloni keyiniga oldi. Nima 这两种表达方式都可以. Bu ikki xil usulda ifodalasak bo'laveradi. 1公斤10块 yoki bo'lmasa 10块1公斤都可以. And then 那么阿里木说的要1公斤桃子和1公斤西红柿 1 kilo shaptul 1 kilo sho'xla 再称一个西瓜 称 deganimiz jinglash. Taroziga silish shunaqa. Nima yana bir tal nima shigwa degan tavuzdan birini jinglab bering debdi. Nima demak bu hozir bu yerda tamayli 3样东西啊 3 xil narsa oldi. Anda nima debdi? 可以便宜点吗？可以便宜点吗？那就是 azanroq bersangiz bo'lamdi. Bu oldingi soatdami chiqib bo'lgan. 那么售货员是怎么说的呀？西瓜1公斤1块 1 kilosi 1 yuan. 这是4公斤，那就是bu tavus 4 kilo chiqibdi, yo'g'on tavusga. 加桃子和西红柿，那么mushu桃子 shaptul bilan mushu sho'xlini qo'shgan chaqda 一共17块钱. Na jami qancha bo'libdi? 17 qo'yibdi. 您给15块吧. Unda xo'siz siz qancha? 15 yuan bering debdi. Demak bu yerda 2 yuan tushirib beribdi. 好，阿里木怎么说的？谢谢，麻烦您再套个袋子。xafa bo'lmay yana bir xaltaga sap bersangiz, ustiga yana bir xalta o'rab bersangiz debdi. Bular shu tavuzga kelgan vaqtimizda eg'ir bo'lgandan keyin ba'zi vaqtida shu ansiraymiz-ku, bu xalta teshilib ketib qolsa, tavuz yerga tushib ketib yerilib ketami degandek. Shuningga yana bir xalta qo'shib bersangiz desak, 麻烦您再套个袋子 desak bo'ladi. 那么售货员说的好的 shuning bilan bu tekis tugabdi. Olim nimasi topdi? Ta买了桃子、西红柿，然后还买了一个西瓜。那么上一节课的时候他买的是一个衬衫。好，那么现在呢，我们把这个课文整个读一遍。
我在这里读，你们在下面呢跟着老师读。Алдыңғы саатта мұшы алым бір көңлек алды. Bu yerda әмді bu şapdolapdı, şoxlapdı, yana bir tavuz apdı. Әмді hazır bizning qilgan ishimiz мұшы tekstni manga әгішіп тұрып, billa o'qinglar. Men bu yerda o'qiyman, sizlar tuanda turib, ovozimizni chiqarib turib o'qaylik. Unda xo'sa başladik. 请问桃子1公斤多少钱？1公斤10块钱。甜吗？不甜不要钱。今天刚进的货，都是新鲜的，您可以尝尝。西红柿怎么卖的？3块钱1公斤。要1公斤桃子和1公斤西红柿，再称一个西瓜，可以便宜点吗？西瓜1公斤1块。这是4公斤，加桃子和西红柿，一共17块，您给15块吧。谢谢，麻烦您再套个袋子。好的，好，那么这是我们的课文。那接下来我们呢来看一下我们今天的目标。Endi biz bugungi nishonimizga bir qarab yetaylik. Bugungi nishonda bu oldingi qitim shu olim ko'ylak setib olg'ili bordi, ko'ylak setib olg'ili. Nima u vaqtida biz nimani o'rgandik, shu barliq kiyim-kechaklarni, oyoqlarni o'rganib chiqdik. Nima bugun bu Sayko'ktat do'koniga kirdi shundag'ini. Demak, bugungi nishonda biz shu Sayko'ktat mevchilarni hanzu tilida qanday ifodalashni o'rganamiz. Unda xo'sa avval ko'ktat rasmda qarab turibdik, ekranda chiqib turibdi. Nima unda xo'sa biz birlikda bir ko'rib o'taylik. Birinchisi chincay. Chincay. Bu chincay degani nima? Karabsha. Karabsha. Ikkinchisi jiucay. Jiucay. Kuday. Nima bu yerda balkim shu nurg'un shu ko'ktatlarninki biz ba'zida masalan shu chingsay, jusay, masalan ilaqi jusay manta deb mana ko'nab qolgan bo'lishimiz mumkin. Bu shu uyg'urchasimi hisobda bizga bir takror, shu hanzutsinimi yana bir o'rganib manduq. Uchinchisi lobo. Lobo. Lobo degani nima? Turib. Andan suantay. Suantay degan samsaq notisi, samsaq notisi. Andan Dasuan degan samsaq, buni bilamiz. Yangcong, piyaz. Andan胡萝卜. 这个胡萝卜 bilan萝卜 o'xshamaydi va 胡萝卜 degan sabza. 然后呢，豆角是 ko'kpurchaq. 然后最后一个是豇豆. 豇豆ni biz odatda shu jangdo desakmi bo'ladi, baxtlar desakmi bo'ladi ekan. Ha, unda xo'sa keyingisi nangua. Nangua degani nima? Kava. Dongua degan ko'k kava. 然后呢，黄瓜. Bu gua bo'lsalar hammasi kava bo'lavermaydi. 黄瓜 degan nima? 黄瓜 degan tarxamak. 然后下面是土豆. Bu土豆ni yana yangyu desakmi bo'ldi. Yangyu biz ko'pincha shu yangyumi deb qo'yamiz-ku. 这个土豆ni nima deymiz? Baranga. Andan茄子ni uyg'urcha nima deymiz? Pidiken. 然后呢，白菜ni nima deydi ekanmiz? Yisvilak. 然后是辣椒 much. 菠菜 polak. 最后一个西红柿 sho'xla. Ha, unda xo'sa bu bizningki nima? Shu ko'ktatlarimiz odatda shu turmushda doim yeydigan
ko'ktatlarimiz. Unda bo'lsa yana bir qitim men bilan tang agishib o'tkazib o'tsak. 芹菜芹菜韭菜韭菜萝卜萝卜蒜苔蒜苔大蒜大蒜洋葱洋葱胡萝卜胡萝卜豆角豆角豇豆豇豆南瓜南瓜冬瓜冬瓜黄瓜黄瓜土豆土豆洋芋洋芋茄子茄子白菜白菜辣椒辣椒菠菜菠菜西红柿西红柿好那么 mushu辣椒ninki mushu ikki xil ranglari bo'ldi-ku, masalan qizil yoki bo'lmasa yeshil degandek. Yeshilga kelgan vaqtimizda-chi buni qingjiao desak bo'ldi. Qingjiao. Nima qizilga kelgan chaqda hongjiao yoki bo'lmasa honglajao desak bo'ladi a. 好，这个是蔬菜。那么下面我们来看一下水果。哎，endi biz mushu nimani mushu mevjiga bir qarab olsak. 第一个 西瓜 tavus 西瓜 ikkinchisi 甜瓜 qog'un 甜瓜然后红枣红枣 chilan 哎红枣呢是这个 chilan 然后接下来无花果无花果 anjur 香蕉香蕉 banan 橘子橘子 apельсин 石榴石榴 anar 葡萄葡萄 üzüm 杏子杏子 ürük 苹果苹果 alma 梨子梨子 neşbüt 李子李子 aloca 柠檬柠檬 limon 猕猴桃这是maymun şaptı里芒果芒果不 mango 菠萝菠萝 ananas 柚子柚子 çoğun apельсин 樱桃樱桃 glass 蟠桃蟠桃 to'g'a shaptuli 好 onda bo'lsa mushu 水果ni yana bir qitim o'qib olsak 西瓜西瓜甜瓜甜瓜红枣红枣无花果无花果香蕉香蕉橘子橘子石榴石榴葡萄葡萄杏子杏子苹果苹果梨子梨子李子李子柠檬
柠檬，猕猴桃，猕猴桃，芒果，芒果，菠萝，菠萝，柚子，柚子，樱桃，樱桃，蟠桃，蟠桃。好，那这个呢是我们这个第6单元第2部分的目标。那么yuqoridagisi bo'lsa, bizningki shu 6-chi qismningki 2-chi bo'limningki nishonlarimiz. Ya'ni nima ekan? Birsiga ko'ktatlar, yana birsiga meva-chevalar. Unda bo'lsa, shu hammasi bizningki shu turmushimizda ko'p ko'riladigan, doim yeb turadigan narsalarimiz bo'lgandan keyin bularningki ismini unutib qolmasliginglarni umid qilaman. 那亲爱的同学们，今天我们的课就先上到这里。那回去以后作业是课文读5遍 ，tekstni 5 qatim o'qib，把目标里面所有的内容都背下来。Nishonning ichidagi mazmunlarning hammasini yodlab esingizda ching saqlang. Bo'lamdi? Ha, unda bo'lsa biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.